Hammaga salom. Bugun yangi formatda video olishga qaror qildim. Bugun birga biz obzor qilamiz Instagramda mashhur bo'lgan Krem Bakery'ga. Menga yoqqanini yoki yoqmaganini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Undan oldin esa sizdan bitta podpiska. Bizda hamma obzorli videolar choy bilan bo'ladi. Shuning uchun sizlar ham choy damlab olinglar, birga shirinliklar yoki ovqatinglarni olib olinglar, mazza qilib yeymiz. Bizda bugun har xil kriteriyalar bo'ladi. Servis kriteriyasidan boshlaymiz. Men bu yurtmani kecha qildim. O'zligini bo'tligi bor ekan, qulay ekan. Tezda kerakli menga bo'lgan narsalarni tanlab oldim. Оформление qilib oldim. Lekin bo'tligida kunni belgilay olmadim. Shuning uchun yana o'zligiga yozishim kerak bo'ldi. O'zligiga yozganimdan keyin menga tezda javob berishdi. Servisligi juda zo'r ekan. Bugun ham dostavka qilishdan oldin yozishdi va kerakli vaqtga shundoq chiqarib berishdi. Servisga men 5 dan 5 qo'yaman. Zakaz olgandan tushib ketyapman. Keyingi punktimiz dostavka. Dostavka bo'ladi Yandex orqali ekan. Juda ham qulay, tez va zo'r. Unga ham men 5 dan 5 qo'yaman. Endi esa upakovka. Upakovka bazaviy oq paket, akkuratni, kattagina, udobli menimcha. Hozir olamiz. Birinchi korobka. Videoda ko'rinyapti deb o'ylayman, chunki kameram qimirlab ketyapti. Ikkinchi korobkamiz va uchinchi qog'ozchamiz. Spoiler bo'lib qoldi. Upakovkaga kelsa, upakovka bazaviy, chiroyli, akkuratni, paxpatkina, lekin mama buchkani unaqa solib qo'yishganligi savolim bor, sal qotib qolibdi. Shuning uchun oddiy upakovka bo'lgani uchun wow emas. 4 baho qo'yaman. 4 baho qo'yaman 5 dan. Endi narxlarga kelsam, narxlar bo'yicha meni вообще savolim yo'q, chunki bunaqa narxlar уже kamayib ketyapti. Toshkentda hamma o'zidan ketib qolgan konditerskiylar. Sizlardan uzr so'rayman unaqa gapirayotganim uchun, lekin bu to'g'risi. Hamma narsa qimmatlashib ketyapti. Konditerlarga kerakli mahsulotlar ham qimmatlashib ketyapti, lekin konditerlar ham ustiga narx qo'yib qimmat qilib sotishyapti. Hozir ko'payib ketgan qimmatbaho pirojni, desertlar, ularga ham xudo xolasa obzor qilamiz deb niyat qilaman. Sizlardan esa bitta like obzor chiqish uchun. Shu qimmat konditerskiylar aytadi, biz premium mahsulot ishlatamiz dedi. Bu Krem Bakery'ni bilsanglar kerak, Jahon Chefga tegishli. Ularning gapirishlari va videolari bo'yicha Krem Bakery'da faqat yaxshi mahsulotlar ishlatiladi va shunga yarash narxlari ham hamyonbop. Men aytib ketmoqchiman, bugun bizda vyepechkaligiga obzor bo'ladi. Desertlariga obzor chiqish uchun yana bitta like sizdan. Ko'rgan bo'lsanglar kerak, u Jahon Chefda kruassanlari rosa mashhur bo'lib ketgan, Instagramda ko'p prosmotr yig'gan. Shuning uchun men bu narsani qachondan beri tatib ko'rmoqchi edim. To'g'risini aytaman, уже yarim yildan ham oshib ketdi, lekin chidab yurdim sizlarga obzor yozish uchun. Narxlar haqida yana gapirsak, hozircha Safiya eng katta konditerskiy bo'lib turib, hamyonbop narxlar qo'ygan. Qolgan katta konditerskiylarda unaqa narxlar men hali ko'rganim yo'q. Chunki keklar qimmatroq, bu ham qimmatroq yuradi. Safiya esa katta konditerskiy bo'lgani uchun, ularda katta sex, katta производство bo'lgani uchun narxlarini arzon qilgan. Lekin menda Krem Bakery'ga savol bor. Ular videolarda aytib ketishadi, biz yaxshi mahsulot ishlatamiz deb, lekin bunaqa narxlar bilan qanaqa yaxshi mahsulot ishlatasizlar? Aytmoqchiman, pribul keladimi, yo'qmi? Chunki sizlar Safiyadagi katta производство emaslar, sexinglar kattagina, lekin unaqa masshtab bo'yicha hali Safiyagacha bor. Mazasi Safiyadan yaxshiroq deb o'ylayman. Safiya baribir oddiy, prostoy, hammaga yoqadigan desertlar. Safiya haqida ko'p gapirib bordim. Aytgancha Safiyaga ham obzor xohlasanglar, yozinglar izohda. Shuning uchun narxlarni maqtab ketmoqchiman. Yaxshi mahsulotlar ishlatilgan, hamyonbop narx. Bu narxi ichida o'ylanglar, mahsulotlar, ish haqi, naloglar, yana pribul turishi kerak.
mana shu 4 ta narsa ichida bo'ladi. Undan tashqari yana boshqa punktlar ham bo'lishi mumkin. Men biznesmen emasman, men unaqa detallarni bilmayman, lekin narxlarni maqtab ketmoqchiman. Jahon shefga отдельный rahmat. Narxlarga esa 5 dan 5 qo'yaman albatta. Endi esa sekin-sekin tatib ko'rishni boshlaymiz. Birinchi navbatda mana shu mashhur bo'lgan ularni unikalniy sinabonligini tatib ko'ramiz. Sinabon to'g'risini esa menga уже videochi yoqmayapti, chunki qotib qolibdi. Yumshoq emas, menga sinabon baribir yumshoqligi yoqadi. Ustidagi glazuri ham qotib qolibdi. Bunda erib turadi deb o'yladim, erib turmayapti. Mana bu yerda hamma glazuri yopishib qolibdi. Mana. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Bunda kesamiz sizlarga razrezini ko'rsatish uchun. Menga уже yoqmayapti nimagadir, ne unaqa qattiq. Oy. Mayli, mana razrezi. Razrez ko'ryapti deb o'ylayman. Endi esa sal tatib ko'ramiz. Bunda qap. Koritsa mazasi kelyapti. Ustidagi glazura qotib qolgani sal noto'g'ri bo'lib qolibdi. Menimcha buni issiq deyish kerak. Kelguncha ham qotib qolgan. Shuning uchun bu desert haqida men vau deya olmayman. Oddiy булочка с koritsay. Lekin слоёный xamirda. Bularni unikal retsepti bo'yicha. Menimcha sinabonni kichkina prozrachniy korobkada qilgan yaxshiroq. Chunki hamma glazuri mana bunga yopishib qolibdi. O'sha mashhur bo'lgan, endi esa o'sha mashhur bo'lgan kruassanlarni tatib ko'ramiz. Obzorimizda 3 xil kruassan. Chiroyli, mana qaranglar. Va shokoladni esa oddiy kruassani va malina konfili kruassan. Sразу aytib ketmoqchiman, oddiy kruassanni olib qo'yaman. Buni tatib ko'rmaymiz, chunki xo'jayinimlarga bundan sendvich qilib berib ko'rmoqchiman. Ular aytadi o'zlarini мнениялаrini. Bugun bizda malinovoy bilan shokoladni tatib ko'ramiz. Vidi juda ham chiroyli, ustiga kakao sepishgan, menimcha saharniy pudra bilan. Rostakasim kruassanni o'zi Fransiyada yeb ko'rish kerak. Men Fransiyada bo'lmaganman, yeb ko'rmaganman rostakasim fransuz kruassanini, lekin u haqida ko'p video ko'rganman. Va Fransiyada konditerlar aytadi, ularda kruassanlar tortilishi kerak deb. Tortilmasdan o'sha bo'lib ketsa, bu rostakasim kruassan emas. Tortilsa, u degani yaxshi sariyog' ishlatilgan. Bizda unaqa tortiladigan kruassan men hali ko'rganim yo'q, yeb ko'rganim ham yo'q. Balki bu shunaqa bo'lar. Kesamiz. Voy. No. Nima deyishim mumkin? Usti tushib ketdi. Maylim, ichida shokolad to'la. Shokoladli krem. Hozir birga tatib ko'ramiz, Bunisini ham. Kruassanligi rostdan воздушный ekan, lekin bunaqa tebguvchi tortiladigan emas. Kremini ayamasdan solishibdi. Lekin bu kruassanni endi o'zim yeb qo'yishim kerak bo'ladi, shuncha kruassanni. Mayli. Birinchi marta emas. Shokoladli kruassan yaxshi. Kremi ko'p, kremi shakari ko'p emas. Menga shu yoqdi. Menga chunki shakari ko'p desertlar yoqmaydi. Sal shakar pastroq bo'lsa, menga zo'r ketadi. Menga shokoladli kruassan hozircha sinabondan ko'ra ko'proq yoqdi. Keyingisi esa mana bunaqa chiroyli malinovoy kruassanimiz.
Mana shu yerda kesib qo'ya qolinglar. Ichida ikki xil krem, malinovoy konfityur va zavarnoy krem menimcha. Malina menga yoqadi ekan, yagida. Yagida aytgancha o'zbekchada nima bo'ladi yozib qolinglar. Unaqa qilish mumkin emas, lekin biz qilamiz. Yagidani, malinani kostочкасisiz qilishar ekan. Вообще zo'r, sitidan значит o'tkazishadi. Bunga 5 baho. Сразу же. Endi kruassanimizni tatib ko'ramiz. Sal nordon bo'lib turib, juda ham mayin kruassan ekan. Shokoladni baribir shokolad bo'lgani uchun og'irroq, bu esa juda ham mayin kruassan. Hozircha kruassanlar menga yoqdi. Endi esa sho'rligini tatib ko'ramiz. Juda ham asal upakovka ekan, menga yoqdi. Upakovka shuniki zo'r. Mayni qayerdan bilaman bu yerda nimaligini. Mana shokoladni, malina, karamel. Mana 3 xil shu. Shu bu zavarnoy krem bilan qilinadigan desert, ustida krakelyor degan narsasi bo'ladi. Bu karamelli. Ichida vanilni tochkalar bor. Vanil bu arzon mahsulot emas. Men hayron qolaman, qanaqa bunaqa narxlar bilan shunaqa zo'r mahsulotlar ishlatishadi. Nimaga qolgan konditerlar unaqa qimmat narx bo'lmasa qo'yib qo'ygan. Melani ko'ryapsizlarmi? Tepasida karamel. Menga ularning deserti yoqyapti, chunki unaqa shakari ko'p emas. Mana yeyishda bittada yevorasiz. Ana tiqilib, og'zingizda qolib ketmaydi. Men choy ham uncha ko'p ichmayman, hozir endi ichib olaman. Karamel baribir shirin bo'ladi-yu. Karamelli shu menga yoqdi. Shunda vanilla va karamelli mazasi kelib turibdi. Keyingisi esa bizda shokoladni. Krem jilet qilishmas ekan. Zavarnoy xamir ham to'ning. Mana qaranglar. Ichi to'la krem. Kruassanda ishlatiladigan krem. Juda ham mayin, yumshoqqina. Hozircha menga karamelni shu ko'proq yoqdi. U baribir yarkiyroq, interesniyroq. Endi esa malinalini tatib ko'ramiz. Malinali esa kruassanga o'xshasa kerak. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Zavarnoy krem, ichida malina va konfityur. Bu вообще neytralniy ekan. Malina va konfityur nimagadir shuda yo'q bo'lib ketdi. Kruassanda yaxshi mazasi kelyapti. Bu 3-o'rinda. Shularga kelsak, birinchi o'rinda karamelli, ikkinchisi shokoladli va malinali. Kruassanlar menga ko'proq malinali yoqdi, ikkinchisi shokoladli. Eng yoqmagani sinabon bo'ldi. Siz qachondan beri krem bakery mahsulotlarni tatib ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta zakaz qilib ko'ringlar. Choy bilan zo'r ketadi ekan, vypechka ekan. Desertligini albatta men yana tatib ko'raman. Sizlardan bitta izoh, like va podpiska yozib qoldiringlar. Desertlarni zakaz qilaymi, zakaz qilmaymi, obzor qilaymi yoki yo'qmi? Ko'rganingiz uchun rahmat kattakon. Ko'rishguncha.